Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 23-qismi. O'tgan darsimizda 5-mavzuga kirish qilgandik va izofa mavzusini o'rgangandik. Bugun mashqlar orqali mana shu mavzuni mustahkamlaymiz va arab tilining o'zigagina xos bo'lgan yana bir qoidani o'rganib chiqamiz. Kitobimizning 28-sahifasida berilgan ikkinchi mashqni bajargandik. Endi navbat 3-mashqqa. 3-mashqda bizga misollar berilgan va bu misollardagi harakatlar olib tashlangan. Biz bunga munosib bo'lgan harakatlarni qo'yish orqali misollarni to'g'ri o'qishga harakat qilamiz. Shu o'rinda bir eslatma. Silsilaviy darslarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, video izohida fikrlaringizni qoldiring. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Sizning fikr izohlaringiz biz uchun juda ham ahamiyatli. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. Birinchi misol: babul madrasati. Babun o'zi eshik, al madrasati maktab. Bu o'rinda izofa qoidasi orqali ikki ism bir-biriga birikmoqda. Babu mudof, alif lam va tanvindan xoli holatda turibdi. Al madrasati esa mudofun ilay, ya'ni majrur holatda kelgan. Keyingi misol, o'zingiz o'qishga harakat qilib ko'ring. Himarur rajuli. Himar eshak, ar-rajuli kishi. Kishining eshagi. Bu o'rinda himar mudof, alif lam va tanvindan xoli, ar-rajuli majrur holatda turibdi. Bu misolimiz qanday o'qiladi? Baytu hamidin. Hamidning uyi. Baytu mudof, hamidin mudofun ilay. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Bu misolimiz qanday o'qiladi? Sayyaratul mudiri. Mudirning mashinasi. Sayyaratu misolimiz alif lam va tanvindan xoli holatda turibdi va bu mudof, al-mudiri esa majrur holatda, mudofun ilay. Keyingi misolga o'tamiz. O'zingiz o'qishga harakat qiling. Mindilu ammarin. Ammorning dastro'moli. Bu misolimiz so'z birikmasi hosil bo'lishida qanday qoidalarga rioya qildi? Mindilu tanvin va alif lamdan xoli holatida mudof turibdi. Ammarin esa mudofun ilay, ya'ni majrur holatida turibdi. Mana shu qoidalar doimiy holatda ishlaydi va bu orqali izofa birikmasi yasaladi. Keyingi misolga o'tamiz. Buni o'zingiz o'qishlikka harakat qiling. Ismut tolibi. Talabaning ismi. Bu misolimizda ismu mudof, at-tolibi mudofun ilay. Ismu alif lam va tanvindan xoli, at-tolibi esa majrur holatda turibdi. Keyingi misolimiz. O'zingiz o'qishga harakat qiling. Baytullohi. Allohning uyi. Baytu bu o'rinda mudof, ya'ni alif lam va tanvindan xoli holatda turibdi. Ismul jalala, Allohning ismi esa majrur holatda turibdi va bu orqali izofa birikmamiz yasaldi. Keyingi misolimiz. Bu o'rinda qo'shimcha ravishda fi ham kirib keldi. Endi biz misolimizni to'g'ri o'qish uchun mana shu fi'ni misolimizdan olib tashlaymiz. Endi o'qishlikka harakat qiling. Kitabullohi. Kitabu, ya'ni mudofimiz alif lam va tanvindan xoli, Allohning lafzi esa majrur holatda turibdi. Endi mana shu misolga fi'ni kiritsak, qanday o'zgarish hosil bo'ladi? Fi'dan keyin kelayotgan ismimiz majrur holatga o'zgarish kerak. Ya'ni Allohning ismi ham va fi'dan keyin kelayotgan ismimiz ham majrur holatda turadi. Ismul jalala, Allohning ismi nima sababdan majrur holatda keldi? Chunki u mudofun ilayhi bo'lganligi uchun. Kitob so'zi esa o'zidan oldin fi harfi jar kelganligi sababli majrur holatda o'qilinadi. Shunda misolimiz fi kitabillahi shaklida talaffuz qilinadi. Ma'nosida esa qanday o'zgarish hosil bo'ladi? Allohning kitobi, endi fi qo'shimchasini kiritsak, Allohning kitobida, Allohning kitobini ichida ma'nosini ifodalab keladi. Endi keling, bu misollarimizni grammatik holatidan tahlil qilamiz. Fi harfi jar, fi'dan keyin kelayotgan ismimiz esa majrur. Endi fi'dan keyin kelayotgan ismimizni o'zi mudof va undan keyin kelayotgan Allohning lafzi esa mudofun ilay. Keyingi misolimiz ham xuddi shunga o'xshar ekan.
Keling, buni o'zingiz o'qishlikka harakat qilib ko'ring. Min baytil mudarrisi. O'qituvchining uyidan. Min harfi jar, bayti majrur holatida turibdi. Endi bayti o'zi mudof va o'zidan keyingi so'zga idofa holatida birikyapti. Ya'ni baytil mudarrisi o'qituvchining uyi ma'nosini ifodalash uchun bir-biriga birikib kelmoqda. Endi bayti nega baytu deb o'qilinmadi? Chunki o'zidan oldin harfi jar kelganligi uchun. Mudarrisi nima uchun majrur holatda o'qildi? Chunki o'zidan oldingi bayti so'ziga idofa qilinganligi uchun. Bu misolimizda bayti so'zi o'zidan oldingi so'zga va o'zidan keyingi so'zga ulanib, ya'ni bir-biriga bog'liq holatida kelmoqda. O'zidan oldingi so'zga majrur holatini ifodalash uchun bog'lanayotgan bo'lsa, o'zidan keyingi misolga esa idofa, ya'ni so'z birikmasini yasash uchun birikib kelmoqda. Shunda bu misolimiz min baytul mudarrisi emas, balki min baytil mudarrisi shaklida o'qilinadi va buning ma'nosi o'qituvchining uyidan ma'nosiga o'zgarib kelmoqda. Keyingi misolimizni qanday o'qiymiz? Ala harfi jar. Bundan keyingi misolimiz maktabumi, maktabiymi? Albatta maktabi. Ala maktabil mudiri shaklida talaffuz qilamiz. Sababi harfi jardan keyin kelayotgan ismimiz majrur holatida o'qilinishi kerak. Maktabini idofa ekanligini qayerdan bilamiz? Maktabi aliflomsiz va tanvinsiz holatida turganligidan biz buni mudof ekanligini ajratib olamiz. Nima sababdan majrur holatda o'qilindi? Sababi ala harfidan keyin kelayotganligi uchun. O'zidan oldin ala harfi kelmasa, ya'ni jar qiluvchi harflar kelmasa, maktabul mudiri shaklda o'qilinar edi. Endi o'zidan oldin harfi jar kelganligi uchun unga munosib ravishda majrur holatga o'zgardi. Bu misollarimizda yangi bir qoida yo'q. Aslida bu misollarimiz so'z birikmasi va idofa shaklda bir-biriga qo'shilib kelmoqda. Va bu kabi misollarni oldin uchratmaganligimiz uchun biz bunga alohida shaklda to'xtalib o'tdik. Shu bilan 28-sahifada berilgan 3-mashqni ham bajarib bo'ldik. Endi esa 22-sahifada, ya'ni 5-mavzuni 1-qismidagi dialogni birgalikda o'qishdan boshlaymiz. Said aytmoqda: Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Said bir bolaning ismi va u Yosirga shunday demoqda. A. Hamza savol yasovchi qo'shimcha. Kitabu Muhammadin esa Muhammadning kitobi. Hada bu degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni Muhammadning kitobimi bu degan so'roq gapni Yosirga qarata aytyapti. Buni Yosirga qarata aytayotganini qayerdan bildik? Mana bu yangi qoidadan. Ya'ni ya qo'shimchasi ey degan ma'noni ifodalaydi. Va bu ya qo'shimchamiz harf hisoblanadi. Va bu biror bir kimsani, biror bir narsani chaqirish vazifasida qo'llaniladi. Ya Yasiru bu ey Yosir degan ma'noni ifodalaydi. Yosirdan boshqa ismlarni chaqirayotgan vaqtimizda ham xuddi shu shaklda ishlatamiz. Misol uchun Muhammadni chaqirmoqchi bo'lsak, ya Muhammadu deymiz. Homidni chaqirishdan oldin ya Hamidu shaklda ishlatamiz. Abbosdan oldin esa ya Abbasu shaklda ishlatamiz. Mana bu misollarimizni so'ngida kelayotgan dommaga e'tiboringizni qarating. Mana shu domma dommali tanvin emas, balki dommani o'zi. O'zbek tilidan bunga qiyoslab sizlarga bir misol keltiraman. Misol uchun o'zbek tilida ham falonchini chaqirmoqchi bo'lsa, Muhammad emas, Muhammadu, Hamidu, Abbasu deb chaqirishadi. To'g'rimi? Bu kabi misollarni oldin ham eshitgansiz. Mana shu kabi arab tilida ham so'zni so'ngi faqatgina dommani o'zi bilangina tugaydi. Endi so'zdan oldin esa chaqirayotgan ismimizni bildirish uchun chaqiriladigan harfni so'zdan oldin olib kelamiz. O'zbek tilida ey qo'shimchasi bo'lsa, arab tilida mana shu qo'shimcha ya deb nomlanadi. Mana bu qoidani endi osongina tushunib oldingiz. Istalgan vaqtda, istalgan odamni chaqirishdan oldin ya harfini olib kelasiz va o'sha chaqirayotgan ismingizni so'ngini dommaga o'zgartirasiz. Ya Yasir emas, ya Yasiru shaklida. Mana shu ya harfimiz arab tilida harfun nida deb nomlanadi. Ya'ni chaqiruvchi harflar turkumiga kiradigan misol.
Endi bunga nisbatan Yosir qanday javob berdi? La, hada kitabu Hamidin. Yo'q, bu Hamidning kitobi deya. Keling birgalikda Yosir aytgan gapni grammatik tahlil qilamiz. Yosir javobini yo'q bilan boshladi. Sababi Said gapni boshida Hamza bilan savol bergandi. Hamza bilan savol berilgan vaqtda ha yoki yo'q bilan javob boshlanadi. Hada kitabu Muhammadin gapimiz esa mubtado xabardan tashkil topgan. Ya'ni gapimiz ismiy gap bo'lganligi uchun gapimizni birinchi bo'lagi mubtado, gapimizni ikkinchi bo'lagi esa xabar deb nomlanadi. Kitabu Hamidin mudof va mudofun ilayh. Ya'ni bu ikki so'z bir-biriga izofa shaklda birikib kelmoqda. Ma'nosi esa bu Hamidning kitobi. Arab tili ustozlari bu gapni ikki xil shaklda tahlil qilishadi. Ikkalasi ham aslida to'g'ri. Kitabu Hamidin ikkalasi birgalikda xabar deb aytishadi. Ba'zilar kitabuni o'zi yolg'iz holatida xabar deyishadi. Ikkala shakli ham to'g'ri. Faqatgina farqi kitabu Hamidin so'z birikmasi birgalikda xabar degan vaqtimizda bu so'zdan o'zidan keyin kelayotgan barcha so'zni birgalikda jamlab aytayotgan bo'lamiz. Kitabuni o'zini aytsak, kitob so'ziga hurmat e'tibordan, ya'ni mana shu so'zni o'zi ham xabar bo'la oladi degan ma'noni ifodalash uchun aytilayotgan bo'ladi. Madina Arabik qo'llanmasining muallifi bu misolimizni kitabuni yolg'iz o'zi xabar deb sharhlaydilar va bu shaklni biz ham saqlagan holatida kitabuni o'zini yakka holatida xabar deb nomlaymiz. Izofa birikmasi birgalikda xabar desak ham yoki mudofni o'zi xabar desak ham ma'noga hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Faqatgina bu nomlanishdagi farqi. Ismiy gapimizda haza mubtado bo'ldi, kitabu Hamidin mudof va mudofun ilayh, kitabu yolg'iz holatida xabar bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz. Said yana savol berdi. Ayna kitabu Muhammadin? Muhammadning kitobi unda qayerda? Kitabu Muhammadin izofa birikmasi bo'ldi. Ya'ni kitabu mudof, Muhammadin mudofun ilayh. Bunga javoban Yasir shunday dedi. Huwa alal maktabi hunaka. U ala ustida ma'nosini ifodalaydigan qo'shimcha. U partaning ustida deb aytdi. Hunaka so'zi bu yangi so'z. Bu ana u yerda degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni ana u yerda bor degan ma'noni ifodalash uchun qo'llaniladigan qo'shimcha. Endi bu yerda bor, mana shu yerda bor demoqchi bo'lsakchi, huna so'zini ishlatamiz. Misol uchun mana bu gapimizda al-qalamu huna, qalam shu yerda. Wal kitabu hunaka, kitob esa ana u yerda. Bu gaplarni tarjima qilayotgan vaqtda kitob ana u yerda turibdi, kitob ana u yerda bor yoki bu yerda turibdi, bu yerda bor degan qo'shimchalardan foydalanib tarjima qilishimiz mumkin. Lekin bu qo'shimchalarimiz hech qanday jumlaning ichidagi biror bir so'zdan ma'no ifodalash uchun olinmagan, balki biz to'g'ri tushuna olishimiz uchun va o'zbek tilida shu shaklda foydalanganligini ifodalash uchun foydalanamiz. Kuzatuvchilarimizdan birlari kitob u yerda turibdi degan vaqtimizda qoimun so'zini ishlatamizmi deb savol berganlarini ko'rgandim. Endi unga javoban biz hunaka so'zdan foydalanamiz. Agar bu yerda turibdi demoqchi bo'lsakchi, huna so'zdan foydalanamiz. Qoimun so'zlari, turibdi so'zlari bular jismonan holatda turishga nisbatan ishlatiladi. Kitob turibdi yoki shu kabi narsalar turibdi bor ma'nosini ifodalashda hunaka yoki huna so'zlardan foydalanamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak buni osongina tarjima qila olamiz. Huwa alal maktabi hunaka, u ana u yerdagi partaning ustida turibdi yoki bor degan qo'shimchalardan foydalansak ham bo'ladi. Keling endi bu gapni ham grammatik jihatdan tahlil qilamiz. Bu gapimiz ismiy gap bo'lganligi uchun gapimizning birinchi bo'lagi huwa, bu mubtado bo'ldi. Bunga javoban kelayotgan alal maktabi bular shibhi jumla, ya'ni harfi jar vositasida birgalikda ibora ko'rinishida xabar bo'lib kelmoqda. Ya'ni bular bir-biriga bog'langan holatida ma'noni ifodalab keladi. Said so'zini davom ettirib yana savol berdi. Ayna daftaru Ammarin? Ammarning daftari qayerda?
Endi bu so'roq gapga Yasir qanday javob beradi? Huwa ala maktabil mudarrisi shaklida. Ya'ni u nimani nazarda tutyapti? Daftarni. Ya'ni daftar ala maktabil mudarrisi. O'qituvchining partasining ustida. Gapimizda daftaru ammarin so'zini ishlatmasdan, balki unga alternativ shaklda huvani ishlatildi. Xabarimiz esa jar majrur holatda ifodalandi. Ya'ni partaning ustida ma'nosida. Gapimizdagi ala maktabi bular jar majrur. Maktabil mudarrisi esa bular mudof va mudofun ilay. Ya'ni bu ikkalasi maktabil mudarrisi idofa holatida bir-biriga birikdi. Ala maktabi esa jar majrur holatida bir-biriga bog'lanib keldi. Bu gapimizdagi maktab, ya'ni parta so'zida o'zidan oldingi so'zga ham va o'zidan keyingi so'zga ham bog'lanib kelmoqda. Huwa gapimizning mubtadosi, ala maktabi esa kitobimizni mualliflari aytganlaridek xabar. Endi boshqa arab tili mutaxassislaridek aytadigan bo'lsak, ala maktabil mudarrisi barchasi shibhu jumla xabar deymiz. Kitobimizni mualliflarining uslubiga ko'ra idofa holatida mudofni o'zini ajratib aytadigan bo'lsak, qolgan arab tili mutaxassislarining uslublariga ko'ra bularni barchasi xabar deb aytamiz. Bugunga shu yergacha yetadi. Kelasi darsimizda mana shu yerdan davom ettiramiz. Darslarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va darslarni mustahkamlash uchun Telegram sahifamizda bo'ladigan onlayn darslarga qo'shilib oling. Bular ham bepul. Shu bilan birgalikda biz Telegram sahifamizda har darsdan so'ng testlar va qo'shimcha ma'lumotlar yuborib, sizlarni o'rganayotgan mavzularingizni mustahkamlab boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.